Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, YouTube tomoshabinlari, tinchmisizlar, sog' salomatmisizlar? Nasib bo'lsa yana bir fayzli xonadonimizning ishlarini juda chiroyli, go'zal tarzda yakunlab oldik. Ko'rib baho beramiz. Yoqqan bo'lsa obuna bo'lib qo'yib, like tugmachasini bosib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lib qolamiz. Qilgan ishimizni ko'rib baho beringlar. Mana darvozaxonamiz tunuka patolog, haytik usulda qilingan. Juda chiroyli, o'ziga ixcham ko'rinishda. Darvozaxonamizning razmerlari bilan bilmoqchi bo'lsanglar 750 ga 450 darvozaxonamiz qilingan. Fasonimiz oldlarini yopilgan. Juda chiroyli stilda taxlangan. Ko'rib baho beramiz. Obuna bo'lib qo'yib, like tugmachasini bosib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lib qolamiz. Shu darvozaxonamizga mana shu darvozaxonamiz mana bu oldilarimizni qilingan patologimizga 96 kvadrat mahsulot ishlatdik tunuka. Juda chiroyli stilda. Burchaklari 0.0. Hammasi hozirgi zamon talabiga moslashilgan. Ana shunday xizmatlar kimga kerak bo'lsa pastga nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqsanglar. Qo'ldan kelgancha bundan ham chiroyli qilib taxlab chiqarib berishga harakat qilamiz. 12 ta viloyat bo'yicha ishlaymiz. Samarqand, Buxoro, Jizzax viloyatlariga chiqib turamiz. Uzoqroq viloyatlar bo'layotgan bo'lsa 200-250 kvadratdan oshsa qiladigan mahsulotimiz. Dogovorlashib borib chiroyli qilib kelamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Medef ustalar kanali bo'ldi.